Sirdaryo viloyatida mulkiy huquqlarni mustahkamlash yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda. Hududlarda keng ko'lamli xatlov ishlari olib borilib, obyektlar bosqichma-bosqich qonuniylashtirilmoqda. Bu jarayon fuqarolarga uzoq yillardan buyon foydalanib kelinayotgan uy-joylarni rasmiylashtirish imkonini bermoqda. 2026 yilning bugungi kuniga qadar Sirdaryo viloyati bo'yicha jami 50.920 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 12.556 tasi e'tirof axborot tizimiga kiritilib, huquqiy ko'rib chiqish jarayoniga yo'naltirilgan. Mazkur tizim orqali obyektlar bosqichma-bosqich baholanib, ularni qonuniylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi shahar Zahiriddin Muhammad Bobur mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Men mana shu mahalla fuqarolar yig'ini raisiman. Bizda 35 ta ko'cha, 872 ta xonadon bor. Qo'shimcha egallab olingan yerlarni e'tirof etish bo'yicha xatlov ishlari boshlandi. Xatlov jarayonida ba'zi tushunmaydigan kadastr hujjatlarida xatolik bo'lgan yoki kamchilik bo'lgan xonadonlarni shu o'lchov o'tkazib e'tirof etish bo'yicha mana shu xatlov ishlari olib borilyapti. Jarayon davomida Yangiyer shahridagi mahallalarda ham aholi turar joylari hamda boshqa obyektlar xatlovdan o'tkazilib, ularni hisobga olish, shuningdek, fuqarolarning mulkiy huquqlarini e'tirof etish ishlari olib borilmoqda. Xususan, hududda 4234 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lsa, ularni 1539 tasi e'tirof platformasiga kiritildi. Mutaxassislar tomonidan joyiga chiqib o'rganishlar o'tkazilib, hujjatlar tahlil qilinmoqda va fuqarolar bilan bevosita muloqotlar yo'lga qo'yilgan. Bu kabi olib borilayotgan xatlov ishlari fuqarolarning mulkiy huquqlarini mustahkamlash va mavjud obyektlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kadastr tashkiloti mahallamizda yurib, har bir xonadonga kirib, uylarda hujjatlarni tekshirib chiqishyapti. Paydo bo'lgan muammolarni mahalla faollari, bizlar birgalikda o'z joyida yechishga harakat qilyapmiz. Prezidentning bu bergan imkoniyatini benihoyatda xursandmiz. Biz davlatimizdan, prezidentimizdan chiqargan qarorlardan juda ham minnatdormiz. Hozirgi kunda 6 ta mahallani tugatdik Yangiyer shaharda. Shodiyona, Ma'rifat, Shukrona, Davlatobod, shu qatorda ham bir ikkita mahalla tugatdik. Zahiriddin Muhammad Bobur mahallasida yuribmiz. Hozirgi kunda Bobur mahallasida, Bobur ko'chasida xatlov jarayonini olib boryapmiz. Fuqarolarga tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Nima maqsadda chiqqan, qanday sharoitda bo'ladi, qancha muddatda e'tirofga chiqishlarini olib borib tushuntiryapmiz. Xulosa qilib aytganda, Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan xatlov ishlari fuqarolarning uzoq yillardan buyon foydalanib kelayotgan mulklarini qonuniylashtirish, mulk egalarining huquqlarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon hududda mulkiy munosabatlarni shaffof holda shakllantirishga xizmat qiladi.